bizniki qilmoqchi bo'lgan tor betimizniki ko'rimizni ma'lumot bo'ldi. Men buni boy bir qitim yozib dars so'zlab qilgan vaqtda bu darsni olgan detal qayta o'tmaslik chiqib bu darsni saqlab olmadi, shunga qayta so'zlatma. Biz mushohada etganmiz. Undaq bo'lsa biz shu turni ochgandan keyin qaraydigan bo'lsak, ne? Biz ochgandan keyin texnik oyat yozmani ochay. Ochgandan keyin qaraydigan bo'lsak, yozmaniki qarasak bu o'ttiru tanishibda. Ya'ni ama tur bekat mish yozma tur bekatniki qap o'ttiru tanishib. Bunda qo'shib biz buni qanday qilamiz deganda, biz buni CSS ni yozish orqali qilamiz. Ya'ni shu pasum berish orqali. Undan keyin biz buniki kengligi va egizlikni berish orqali ba'zi bir xosliklarni beramiz. Bunda bo'lsa biz bunga nimani beramiz deganda, biz bunga bitta div beramiz. Bu div degan qanday narsa deymiz. Bu div deganimiz ma'lumot men qaytdim ochaya. Div deganimiz bir tal ramka, ya'ni mishni o'zini bir tal div deb qarasak bo'ldi. div mishni o'zi bir tal div, bir tal ramka. Undan keyin bu ramkaga biz qizil rangni beramiz. Ya'ni bu ramkani o'zini bir tal divni o'zini bir tal ramka deb tushundik. Ya'ni to'rtta trap va bir tal ramka. Mish qizil rangni o'zini oldi, mish qizil rangni. Undan keyin biz mish ramkaning ichiga o'zimizniki HTMLga boshqa xat kuchlarni ekirsak bo'ldi. Unda bo'lsa bu ramkaningki egizligi bo'ldi, kengligi bo'ldi, ham egizligi bo'ldi. Unda bo'lsa biz divni yozib oldik. Ya'ni biz shu teamdan boshlangan tartib majaqcha yozma oxirlashga jo'g'arliqqa biz divni bilan qurib oldik. Bu div deganimiz jup xatgacha qarasak, div boshlandi, div oxirlashda, ya'ni to'siq oxirlashda jup xatgacha. Undan keyin biz bu divga ikki xil usulda ifodalaymiz. Bunda bo'lsa biz divninki shu element, ya'ni xatgachniki nomini chaqirib turib ishlatamiz. Ya'ni div ga men shundoq bir xosliklarni bermayki, bu divninki kengligi 850 px olsun. Saqlab ko'rib baqilay, qanday o'zgarish bo'ldi. Qarasak, hozir o'ng taraf yo'landi. Qarasak boshliqda bu shu chizilgan holatda bo'ldi. Ya'ni men kenglini chiqarib turaman. Kenglini chiqaraversak bizniki oldingi soat holatga keldi. Ya'ni holatda biz kenglik bergandan keyin turko'gich shu kenglini sundirib bizniki boyqi holatga tanshib qiliblar, kelib turdi. Undan keyin biz bunga o'tir to'g'rilishimiz kerak, ekranni qop o'tir to'g'rilishimiz kerak. Ya'ni biz saqlab qo'ygandan keyin qilsak, ma'lumot keldi. Biz shu bir rayonni, ya'ni mush rayonni biz miyaga ekranniki qop o'tir eklashimiz kerak. Unda bo'lsa biz shu ya'ni shu margin hukmini, margin xosliklarni o'yishimiz kerak. Margin left deganimiz sol tish tarafdan, ya'ni bu margin deganimiz bundoq gap. Bu margina, ya'ni buni biz
mavi rang bilan ifodalaydi. Ya'ni biz qizil ramkaniki tish tarafini biz margin deb ifodalaymiz. Ya'ni mavi tarafini biz margin deb ifodalaymiz. Mani margin deb ifodalaymiz. Mani shu diavidni biz mani bir shu margindan sirtini biz diavidning sirtini margin dedik. Bu marginni cheksiz kengaytirib bo'ldi. Bu margin. Endi buni ichidagi bir narsani, ichida ana padding deb bir narsa bor. Bu paddingni biz hozir bir unib qo'ydik, sizning yo'qa. Ya'ni bu padding deganimiz mavi bir belakni o'z ichiga biz bunga mavi rang berdi. Mavi rang berdi. Mavi qism paddingga rang chiqmay qoldi. Bu rangning rangi mavi olsun, qora oldi. Yani bunun rengi mavi olsun. İçiga rang chachqandan keyin qarasak, mavi bir tal diavid ya bu. Bu diavidni endi biz birsi marginga ayrilib ketdi. Endi bu padding degan bir narsa. Bu padding degan nima? Bu padding deganimiz yani ichidan iç rang deb atildi. İçidan tepida. Altı için sanal buldu. Bu içi qartamağdı. Şu merkezi qartamağdı. Padding olsa şu ramkınınki sırtı qartamağdı. Yönünüz oxşaşmaydı. Yani yönünüz belgisi bu şu ramkınınki sırtı qartamağdı. Yani obrazda ifadeyle mavi sırtı qartamağdı. Padding marga sırtı qartamağdı. Sırtı qartamağdı. Amış tüt buloniki sırtı qartamağdı. Mavi padding olsa qanday bo'ladi? Padding bo'lsa ichi qartamağdı. Yani padding dediğimiz müşrayin bu. Bu içi qartamağdı. Amış qizil rayonniki içi qartamağdı. Bu cheksiz shu o'tirg'a yaqinlab mangda padding. Margin teshi qartamağdı. Mavi margina. Mavi padding. Padding ichi qartamağdı. Mavi olsa bizniki diavidning o'zi. Bunda qolsa biz margin berla. Endi margin sıqtatilgan left, yani margin left, yani sol tish taraf. Margin top, yani top degan üstü degan bo'ldi, yani üstü tish tarafdan tepsin demekçi. Tishi qarta. Yani ben kichikday demoqchi ona. Ben kichikday ya, kichiklasam obrazlarga chiqish mumkin. Yani mani biz margin top deb qo'yamiz, mavi margin top. Margin top bo'ldi. Endi mav osti bo'lsa margin margin top, mavi yutkilib qolibdi. Margin top bo'lsin. Margin top. Margin left.
margin left mavi margin right mavi margin right mavi margin bottom margin bottom mana tushunildinglarmi mana ish bo'yicha hatırlab olsanglar shu ramklarni tushunib olsanglar margin bilan patterniki asliqni tushunasizlar. Lekin biz bu darsimizda patternni ishlatmay turmiz. Biz buni kelar soat darsimizligimiz, lekin bu yerda eskartib qo'ydim. Keyingi soatda ma'lumot tushuntirmay ayrim. Undaqda biz shu margin left deganimiz sol tish taraf, margin top deganimiz üst tish taraf, margin right deganimiz o'ng tish taraf, margin bottom deganimiz ost tish taraf. Ma'ni xatirlayolanglar. Biz kodimizni o'zi keldi. Unda qo'sa biz margin left ya'ni sol tarafini auto ya'ni sol tarafdan shu o'ng tarafga qarata ya'ni x o'qtab tushunamiz. Buni mushtarib tushunsangiz bo'ldi. Biz matematik o'rgangan başlangıçdaki 3. yıllık ballarım bildiği deyim hazır bana. Mavi mavi bunu çizipten kılaya mavi x ok mavi y oqa yani ben mavi margin left'ni dedim. Bu margin left'ni o'rni miyadrik bo'lishi mumkin. Ma ekrandagi yuz chegarasi desak, mavi joylarni. Shu ekrandagi yuz chegarasi desak, men buni eng avval biz buniki kanalini belgiladik. Mana 850 deb belgilab qo'ydik. Ya'ni ma'lumotda 850 deb belgiladik. Endi bu 850 ne to'g'ri keldi? 850 deganimiz ma o'rindan hozir bu 10 taraf yo'linib turibdi. Ma o'rindan ma o'rinch bo'g'arliq 850 kelishi mumkin. 850 kelishi mumkin. Unda bo'lsa shu resimning shu diavining o'rnini biz yutkab qap o'tirgani mush joyni markaz qilib turgan joyga ekilish uchun qanday qilamiz deganda biz ma joyga margin ya'ni biz bunga margin leftni auto qildik. Shu x o'qiga y o'qiniki kesishga o'rniga ya'ni shu kesishga o'rniga yaqinlab basındık. Qap o'tirgasindiq. Madiyaviniki misha o'ttir nuqtasi olsa, o'ttir nuqtasini misha yutkizsindiq. And then margin right. Ya'ni margin right orqali o'xshashlar biz auto deb, ya'ni shu neki markazini, shu diavining markazini shu x o'qli y o'qniki kesishgan markaziga to'g'rilab berdik. Saqlagandan keyin biz buni ko'rib baqili qarsak o'tiribdan shildimi? Demak, bizniki diavirimizmi o'tiribdan shildi. Endi biz qaraydigan bo'lsak, mavjida bizniki temamiz borkina, bu tema sal kichika, biz buni cho'ngaytdik. Endi o'tiribdan shildi. Unda qo'sa biz mavi dersimiz degan kerak. Mavjida biz class berib kelamiz mana. Diavini biz shu diav degan ham demoqchi ramkada bu diavining o'zida hech qanday CSS xosligini ilib olmaydi. Ya'ni bu quruq hech qanday xoslik yo'q bir xat kuch. Biz buni shu CSS orqali pasun berish orqali buni har xil olib keltiramiz. Endi biz buni pasun berishning ikki xil shakli bor. Birisi uch xil shakli bor.
birisi şu ilmitning nomini chaqirib ishlatish, biz ma diaviga ilmitning nomini chaqirib ishlatdik. Diavi demeydi. İkincisi bo'lsa class berish orqali, ya'ni class berish orqali. Üçüncüsü bo'lsa ID berish orqali. Undaq bo'lsa biz class berib baqili, manikiga biz class berish uchun shu boshlangan ichki xatkushni boshlangan yerga biz bo'shliqni berib tatdik, class deb basili. Basqandan keyin buning ismi yozma teams bo'lsin. Endi men buni ko'chirib ilaman. Ko'chirib olgandan keyin manik qaysi class dedik, tanib keldi. Endi qo'shib 5 nachiga shu narsa keldi. Bundan keyin biz mana style nachiga keldik. Endi biz buni qanday chaqiramiz? Palanchi deb baqiramiz-ku. Hozir qayerdan birisini chaqirmoqchi bo'lib qolsak. Ya'ni shu team xatkushniki, eski hozir shu Tesla kelishdi oy ichida butunlay avtomatik haydash munosabati yo'l qo'ymoqchi degan shu xatkushniki nomi. Buniki nomi yozma teams deb qo'yib bo'ldik. Endi biz buni bir yer turib chaqirdik. Chaqirish uchun biz bunga bir tal tiketni berib, endi mishniki ismini qo'ydik. Qo'ygandan keyin palanchi sen xitning cho'nliqi font size seniki xitning cho'nliqi 24 px bo'lsin deqa. Shunga bilan bu bizniki buyruqimizni topshirib oldi. Ma'lumot keldi. Endi biz buni o'ttir to'g'rilaymiz. Buni komanda birla, ya'ni yozma teams degan palanchi seniki tekstniki yo'nalishi o'ttir tanshilsin deqa. O'ttir tanshildi. Endi biz bunga rang berib baqili. Rang berish uchun biz color deganimiz shu xatniki rangini berdi. Bunda qo'shib biz bunga mana hot pinkni berib baqili. Ama qiziqchiroq rangni. Basak hozir bu ma'lum chiqdi, lekin bu rang bir xil ko'rkam emaskina. Bunda qo'shib biz shu rangni oldiga shu mouseni ko'ksini olib bosgandan keyin mana ko'znak chiqdi. Biz buni sal sura qo'ygan qora rangga tanshaylik. So'rabga keldik, tishini bosdik, undan buni saqlayotdik. Saqlasak RGB holat saqlandi. Bu ma'lumot keldi. Endi biz asli qaraylik. Asli qarasak bu bek xatda bek tuma, ya'ni 5 xat kuchi sal tom chiqib qopti. Bunda bo'lsa bu sal inchki bo'lsin, sal susroq bo'lsin. Bunda bo'lsa biz bunga ya'ni ma H5 biz bunga endi ID berish shekli bo'ladi. ID tam qo'shib 5 keldi. Biz bunga vaqt temis bo'lsin. Men buni ko'chirib bilib oldim. O'xshash buni CSS da chaqirib ishlatish uchun biz ID ga boshlagan bo'lsa, biz bunga portal quduq belgisi bo'yicha chaqiramiz. Bizniki chaqirish shaklimiz quduq belgisi bo'yicha bo'ldi. Endi ismini chaqirdik. Endi biz bunga bundaq bir buyruq beramiz. Ya'ni seniki xatonbek tomkana, sizniki xaton tomliqi tuz bo'lsin deydi. Bold degan texnik qiynaq bo'ldi. Boldir degan texnik ma'lumotlarga inchga degan bo'ldi. Biz bundan tuzni tanlaylik. Tuzni tanlagandan keyin bizning ma'lumotniki qilina amavi texmo tuma bu inchklashdi. Qarasak inchklashdimi? Ham inchklashgandan keyin biz buniki xatniki rangini berib colorsi o'xshashlar xalqan bir rangni berib baqla. Mana bu ko'k rangini shu ko'k rang turibdi, bu mahal maslashgan rang ekan. Endi biz bularni qilib bo'ldik. Qilib bo'lgandan keyin mana bu rasmni qarasak, bu rasm yana o'ttir to'g'rilanmabdi. O'ttir to'g'rilanmasa biz bu qanday qilamiz deganda, o'xshashlar biz mana kerak shu prinsipni qo'llansak bo'ldi. Ya'ni ma prinsipni. Bu prinsipga o'xshashlar margin left bilan margin right ni berdik. Margin right ni bersak bu o'ttir to'g'rilandi. Unda bo'lsa biz bu rasmni topgandan keyin biz bu rasmga class beraylik. ID bersak nima o'xshasha? Buniki rasm bo'lsin. Endi bu ismini tartib oldim. Bu
image'niki. Image degan xat kuchning bir turi. Endi biz bunga o'zimiz ism qo'yib oldik. Ismni qanday bersak bo'ldi? Bu rasmga biz imagega rasm deb ism bergan. Biz buni chaqirish shaklimiz class bo'yicha bo'ldi. Classni biz chik bilan ifodaladik. Chaqirish shaklimiz chik orqali ifodaladik. Endi biz buniki o'tir to'g'rilaylik. O'tir to'g'rilash uchun biz margin right autosunduq margin left autosunduq biz mana cho'ng diavini o'tir to'g'rilash ishlatganda endi mana rasmda o'zgarish bilan bo'lmaydi. Ko'rib boqinglar. Qarasak yana o'zgarish bo'lmaydi. Bu rasmligimiz diaviga o'xshamaydi. Buniki display deb bir xoslik bor. Bu ya'ni img'niki sukut holatdagi ko'rsatish shakli, ya'ni display deganimiz nona, ya'ni sukut holatda hech qanday narsani ko'rsatmasdan degan narsa bo'ldi. Ma'nodan emaskina, buniki display, buniki sukut holatda non emaskina, buniki hech qanday narsa yo'q ekan, display holatda. Biz buniki displayni black. Shu display bir bo'lakni, ya'ni rasm degan bir bo'lakni ko'z tiqib bersin. Bu ko'z tiqib mazmun nima? Dal o'tir to'g'rilash mazmuni. Shuni ijro qilib bersin, ko'z bersin. Qarasak bu rasm o'tirib keldi. O'tirib kelgandan keyin qarasak ma ikki rasm birisi o'tirib keldi, birisi o'tirib keldi. Buning sababi nima? Ya'ni biz ikkinchi rasmga motaqa mana o'tir to'g'rilash xisligini berdik. Mana bu yerda qarasa bu ikkisi o'tirib keldi, lekin bu ikki rasmniki cho'ng kichikligiga o'xshash emas. Unda bo'lsa biz buniki cho'ng kichiklikka o'xshash qilish uchun qanday qildik? Biz oldingi soat darslarda o'rgangan ya'ni videomiz kanlik degan bo'ldi, haydigimiz bo'lsa egizlik bo'ldi. Unda bo'lsa biz bularga egizlik beraylik. Avval kanlik birlik, kanlikka 650 px olsun. Ama saqlab ko'rib boqinglar. Bu rasm cho'ngaydi. Qarasak cho'ngaydi. Endi biz buniki egizlikni belgilab boqinglar. Egizligi 450 px olsun. H 450 px olsun. Endi biz buni saqlab ko'rib boqinglar, egizlikka o'zgaradi. Qarasak mana shu rasm egizlik kanlik o'xshash bo'ldi. Demak, biz bu darsimizda o'tir to'g'rilashni o'rgandik, kanlikni, egizlikni berishni o'rgandik. Endi mana display xoslikni o'rganish orqali ba'zi mazmunlar o'tir to'g'rilanmagan vaqtda display black orqali o'tir to'g'rilashni o'rgandik. Endi biz qayerdan bo'lsak, mana nurninkiki, mana xabarki, mana rasm qarasak, bunda bir tal so'z ramka bor ekan. Buni qanday chiqaramiz? Buni biz border orqali chiqaramiz. Bu border deganimiz qir degan ma'ni bildirdi. Ya'ni bu biz ishlar orqali ifodalaylar buni. Ya'ni mushu bir image bo'lsa, bu imageniki ma'u yeşil tarafı dal border qismi. Ma qizildan qarab olgan tarafı diavi esa, ya'ni image o'zi. Unda xos biz mushu yeşilni biz border deb tushunsak bo'ldi. Unda xos biz border, ya'ni qire 3px salt, ya'ni uzilmagan siz qo'ysin. Endi buniki rengi red olsun, qizil rang olsun. Ismini atgan vaqtda, rang ismini atgan vaqtda oldiga qo'ziq belgisini bersak bo'ldi. Unda qo'ysak bo'lib ko'rib qo'yib. Qarasak mana rang qilinibdi, lekin bizniki ma'nikidek tez chiroyli qilmasa, qizil rang hatta moslashmaydi. Unda qo'yib biz buni qizil rangni o'zgartirdik. Ama basqandan keyin mavjga chiqdi. Biz bundan mav rang tanlab miyaga surib mushrani berdi. Endi buni saqlaydim. Qarasak mavlet chiqdi. Ma'nosi o'xshatdi. Biz buni 2px qilib qo'ydik.
asasen o'xshash bo'ldi. Endi qarasak, maniki resim bilan mani oraliqda ozroq bir oraliq bakini. Undan biz bunga padding berib baklaylik. Paddingni padding 2px berib baklaylik. Bu qanday o'zgarish bo'ldi? Qarasak mana ish borderninki, ya'ni ish resimninki sirtidan iç tarafına teshik qarta tepib chiqadi-da. Tushundinglarmi? Ya'ni ma resimligimizdagi mana yo'nalishini xatani qo'yibdimi? Bu paddingligimiz manda mush ramkaning ichidan, mush ramkaning ichidan ichi qarta bo'ldi. Mala men xato qo'yibdim, ha? Ya'ni ma paddingni men xato o'ylayapman. Ya'ni mush ramkaning ichidan qartamadi. Ya'ni bizniki ramkamizning o'zi shu qizil ramka. Bu qizil ramkaniki mush iç tarafini tishi qartamadi. Margin bo'lsa, mush qizil ramkaning qarang turamda, mush qarangniki sirtini o'z ichiga oladi. Ma buncha qarasak bizniki maniga o'xshash bo'ldi, lekin sal-saltum unda qo'yib biz mani 1px qilaylik. Undan saqlagan holatini ko'rib baklaylik. Qarasak Nurturnikidan chiqib farqlanmadi, asosan o'xshash chiqdi. Unda qo'ysa bizniki darsimiz mushachi bo'lsa, sizlarga bir topshiriq beraylik. Nurturni ochgandan keyin shu iqtisod temasini ochgandan keyin sayfisini yana 5 tal yozmani dal shu meniki darsimiz so'zlagan bo'yicha bir qatam yozib chiqqanlar. 5 yozma bo'lsin, o'zingizlar xohlagan. Ondan ma bugun topshiriqni shu qo'yishildi. Qolgan o'quvchilarni to'liqlab keng sayt darsimizda hammasini to'liqlab menga avatib beringlar. Unda bo'lsa bugungi dars mushachi bo'lsin. Bugun alohida bir sabab bilan sizlarniki shu turbo darslarni kechiktirib qoldim. Shunga ko'ngilinglar olmanglar. Hozir men mushtarislikni chichi to'playib aytib qo'yay. Unda bo'lsa dars mushachi bo'lsin. Xayr xo'sh.